Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz mana navbatdagi savol-javob rubrikamizni boshlaymiz. Kelgan savollarga ketma-ket javob berishga harakat qilamiz. Birinchi savolimiz: Meni qizim 1 yoshi 1 oylik bo'ldi, lekin tishlari chiqmayapti. Xavfli emasmi, doktor deb yozibdilar. Yo'q, xavfli emas, chunki hammada har xil vaqtda tishlar chiqishni boshlaydi. Kimdadir 6 oyda, kimdadir 8 oyda, kimdadir 1 yoshda. Shuning uchun shoshilish kerak emas, ozgina vaqt kutish kerak. 2 yoshgacha kutaylik. Agar chiqmaydigan bo'lsa, unda rentgen qilib tekshirib ko'rsa bo'ladi. Shuning uchun hozirdan shoshilishimiz kerak emas. Bu qo'rqinchli holat emas. Balki keyinroq chiqishi mumkin. Navbatdagi savolimiz: Assalomu alaykum, doktor, bolam 1 yoshdan oshgan, 2 ta tishi chiqqan, qolganlari ham chiqadimi deb savol beribdilar. Albatta, hali 1 yosh bo'lsa, hali erta, shoshilishimiz kerak emas, ozgina kutishimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi savolimiz: Jag'im ikkita tomonga ham qirsillayapti. Sabab nima? Kimga uchrashishim kerak? Iltimos javob bering debdilar. Jag'imizning ikkala tomonni qirsillashining sabablaridan biri bu tishlarning notekis bo'lishi. Birinchi sababi, ikkinchi sababimiz tishlarni olib turib vaqtida tish qo'ydirmaganligingiz. Uchinchi sababimiz tishlar qo'ydirgansiz, lekin o'sha qo'yilgan qoplamalarimizni qandaydir holatda o'zgargan bo'lishi mumkin yoki qiyshiq tishlarga qiyshiq holatda yasalgan qoplamalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda qo'yilgan tishlarni boshqatdan qo'ydirish yoki qiyshiq tishlarni boshqatdan to'g'irlash, tish yo'q joylarga tishlarni qo'ydirish tavsiya qilinadi. Bu yo'nalish bilan shug'ullanadigan mutaxassis gnatolog deyiladi. Gnatologga ko'rsatsangiz bo'ladi yoki ortoped gnatolog bo'lishi mumkin. Agar sizda hamma tishlaringiz bo'lsa, unda ortodont gnatolog tishlaringizni ko'rib tekislab berishi mumkin bo'ladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Doktor, sizga savolim bor. 1-2 taxtim tepadan 2 ta chap va o'ng tomondan ham 5-tishimni oldi. Pastdan ham 2 ta 5-tishimni olar ekan. Qanchalik to'g'ri? To'g'ri, bu narsa kitoblarda, adabiyotlarda keltirilgan. Bunaqa davolash rejasi bizda kamuflyaj rejasi deyiladi. Bu narsa ko'pincha bemorning yoshi ulg'aygan, yoshi katta bemorlarda, jag'larni o'sishi to'xtagan bemorlarda amalga oshiriladi. Bunday holatlarda joylarni o'stirish imkoni bo'lmasa yoki jag'larni operatsiya qilmaslik yo'li orqali tishlarni to'g'irlash niyatimiz bo'lsa, bunday holatlarda tishlar olinadi. Tepadan 2 ta tish olingandan so'ng pastdan ham 2 ta tish olinishi bu ko'p holatlarda tabiiy hisoblanadi. Faqat o'sha o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor. Rentgenologik tekshiruv o'tkazganimizdan so'ng ko'rib chiqamiz va belgilaymiz. Shuning uchun shifokoringizga imkon qadar ishonishga harakat qiling. Imkon qadar u sizning foydangizni o'ylab, sizga yordam berishga harakat qiladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni yoshim 15 da, aprelda 16 ga to'laman. Hali kechmasmi? Uydagilarim aytib borsam bo'ladimi deb yozibdilar. Albatta, 16 yosh tishlarni tekislashimiz, to'g'irlashimiz imkoniyatiga egamiz. Agar rentgen tekshiruv o'tkazganimizdan so'ng sizda jag'laringiz norma holatida o'sgan bo'lsa, unda muammosiz tishlarni to'g'irlash imkoniga ega bo'lamiz. Agar suyaklarimizni hajmida o'zgarishlari bo'lsa, unda suyaklarni o'stirish uchun menimcha ozgina vaqtdan yutqazgan bo'lishimiz mumkin. Faqat uni o'sha rentgenologik diagnostik tekshiruvlardan so'ng aniq xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum, doktor. Qaysi universitetda tamomlagansiz? Universitetni tanlashga qiynalyapman. Sizning sohangiz bo'yicha ketmoqchiman deb yozibdilar. 2010-yil Toshkent tibbiyot akademiyasiga talabalik safiga qo'shilganman. Bu paytda bizda akademiya bo'lardi. Bizda stomatologiya fakultetimiz eski Toshmiyda joylashgan edi va bitirishimizga yaqin 2015-yil, 2014-yillarimiz fakultetimiz alohida institut bo'lib ajralib chiqqan va biz 2015-yil stomatologiya institutini tugatganmiz. Hozirgi kunda mana shu institutimiz yana o'sha oldingi holatiga qaytib fakultet miqyosiga tushdi va biz hozir Toshkent davlat tibbiyot universitetida ishlaymiz va hozirgi talabalarimiz hammasi Toshkent davlat tibbiyot universitetida ta'lim olishadi. Siz ham mana shu universitetning stomatologiya fakultetiga o'qishga topshirsangiz bo'ladi. Bu dargoh Toshkent shahrida joylashgan. Va bunga tayyorgarlik ko'rishingiz shart. Asosiy bizning fanlarimiz biologiya, ximiya hisoblanadi. Va siz o'zingizga kerakli yo'nalishni, sohani tanlamoqchi bo'lsangiz, stomatologiya yo'nalishi ham har xil tarmoqlarga bo'lingan. Bu narsani siz 5-kursni bitirgandan so'ng yoki 4-kurs sohasi, 4-kurslarda ham mustaqil tanlashingiz mumkin o'zingizga yoqqan yo'nalishni, lekin
aniq bir maxsus spetsialist bo'lishingiz uchun 5-kursni tugatgandan so'ng yoki magistratura yo'nalishida yoki klinik ordinatura yo'nalishida tahsil olishingiz kerak bo'ladi. Ana shundagina siz tor yo'nalish bo'yicha mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Agar siz ortodont bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu ortodontiya yo'nalishi bo'yicha yoki magistratura yoki klinik ordinatura yo'nalishiga o'qishga topshirib, yana 2 yil ta'lim olishingiz mumkin bo'ladi. Shu yo'nalish bo'yicha 6 oylik malaka oshirish institutida maxsus o'qishlarda o'qib turib, 6 oydan so'ng ham mana shu yo'nalishda ishlay oladigan mutaxassisga ega bo'lishingiz mumkin. Davom etamiz. Assalomu alaykum doktor. 1 oylik chaqalog'im bor. Kalsiy D3 ichsam bo'ladimi? Tishlarim juda ham yomon bo'lib ketdi. Milklarim ham og'riyapti. Javob uchun rahmat. Biror bir preparat yoki qandaydir dori-darmon ichishdan oldin unga ko'rsatma bo'lishi kerak. Sizda ham xuddi shunday ko'rsatma bormi yoki yo'qligini men bilmayman. Shuning uchun o'zingizni maxsus shifokoringiz, oilaviy shifokoringiz bilan maslahat qilganingiz maqsadga muvofiq kalsiyni miqdorini tekshirish uchun o'zini maxsus analizlari bor. Mana shu analizlar tekshirilgandan so'ng sizda kalsiy miqdori kam bo'lsa, o'shandan keyin ichishni tavsiya bergan bo'lardim. Sababi kalsiyni plyus tomonlari va minus tomonlari bo'lishi mumkin. Qayergadir foydasi, qayergadir zarari tegishi mumkin. Shu sababdan bunday holatlarda aniq bir ko'rsatma bilan qabul qilgan yaxshi. Ya'ni shifokorning tavsiyasi bilan. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, doktor brekit qo'yish uchun sog'lom tishlarni olib tashlanadimi deb yozib. Agar siz aql tishlarni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, 90% bemorlarda aql tishlari olinadi. Ko'pincha bu tishlar bizga xalaqit beradi. Biz o'sha aql tishlarini olib turib, o'sha tishlarning o'rniga qolgan tishlarni tekislashga harakat qilamiz. Yana boya aytib o'tganimdek, agar ko'rsatma bo'lsa, bemorning yoshi katta bo'lsa, unda jarrohlik amaliyoti o'tkazilmasa, faqatgina tishlarni imkon qadar to'g'irlashga harakat qilsak, bu kamuflyaj usuli deyiladi. Ya'ni tishlarni olib turib, sog'lom tishlarni olib turib, qolgan tishlarni notekis tishlarni o'sha olingan tishlarning o'rniga tekislash imkoniyati bo'ladi. Bunday holatlarda ham sog'lom tishlarni olish nazarda tutiladi. Navbatdagi savolimiz. Assalomu alaykum. Tepa jag'ni o'sib ketishi nimadan? Davosichi? Yuqori jag'ni o'sib ketishining asosiy sabablaridan biri bu genetik bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'p holatlarda ota-onasini jag' tuzilishi, yuz tuzilishi farzandlariga ham o'tadi. Agar ularning yuz tuzilishi shunaqa ko'rinishda bo'lsa, farzandlarda ham xuddi shunday yuz tuzilishi kelib chiqishi ko'proq foizlarda ko'proq bo'ladi. Keyingi sabablardan biri bu o'sha zararli odatlar, barmoqni so'rish yoki so'rovchilarni ko'p muddat so'rib yurish, bu ham pastki jag'ni o'sishidan orqada qoldirishi yoki yuqori jag'ni oldinga chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Sun'iy oziqlantirish, ya'ni farzand dunyoga kelgandan so'ng uni sun'iy oziqlar bilan oziqlantirilsa ham bu narsa ko'pincha pastki jag'ni o'smay qolishiga sabab bo'ladi va tashqi ko'rinishidan xuddi bizning yuqori jag'imiz ko'p o'sib ketganga o'xshab ko'rinadi. O'zi aslida pastki jag' o'smay qolgan bo'ladi. Shuning uchun bunday holatlarda tabiiy oziqlantirish tavsiya qilinadi. Nafas olishga ham ko'pincha e'tibor qaratishimiz kerak. Nafas olganda og'iz orqali nafas olsa, og'izni ochib uxlasa, mana shu narsa ham yuqori jag'ni oldinga chiqib ketishiga, yuqori jag'ni torayishiga sabab bo'ladi. Yana bir sabablardan biri bu o'sha yotadigan joyimizni, yostig'imizni balandligiga ham ko'p narsa bog'liq. Agar me'yoridan ortiq baland bo'lsa yoki me'yoridan kamroq bo'lsa, unda o'sha pastki jag'ni o'smay qolishi, orqada qolishi ham ehtimoli bor. Bunday muammoning turlari juda ham ko'p. Birinchi sababi bu yuqori jag'ni me'yoridan ko'p o'sib ketishi, pastki jag'ni normada bo'lishi yoki o'zi yuqori jag' normada bo'ladi, pastki jag' o'smay qolgan bo'lishi mumkin yoki aralash bo'lishi mumkin. Bu yoqda ham yuqori jag' o'sib ketgan, pastki jag' o'smay qolgan bo'ladi. Buni biz o'sha diagnostik tahlillar orqali aniqlab turib, unga davolash rejasi tuzishga harakat qilamiz. Shuning uchun uni oldin qanaqa turdaligini, qanday muammodaligini bilib turib davolaganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar sizda ham shunga o'xshash savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Imkon qadar biz unga javob berishga harakat qilamiz. Xayr.